Juda yomon hid kelyapti. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bordilar, o'sha o'lgan echkining bolasini oldiga to'xtadilar. Ey sahobalar, buni ko'ryapsizlarmi dedilar. Sahobalar aytdi: "Ya Rasululloh, ko'ryapmiz. Echkini bolasi harom o'lib qolgan. Buni ustiga hidlanyapti, juda sasiyapti. Ya Rasululloh, yuring. Bu joydan tezroq o'taylik." Deganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ey sahobalar, bilinglar. Ey odamlar, ey ummat, bilinglar. Alloh taolo nazdida siz talab tortishayotgan, farzandlari yetim qolayotgan, aka-ukachilik, qo'shnichilik aloqalarini buzishligiga sabab bo'layotgan, bugun biz kibr qilishligimizga majbur qilayotgan mol-u dunyo, pul, dinor, dirhamlarning hurmati Alloh nazdida mana shu harom o'lgan echkining bolasidan ham ko'ra past o'rinda turadi" dedilar Alloh nazdida. Alloh nazdida bugun siz ovora bo'layotgan mol-u dunyoni hurmati mana shu harom o'lgan echkining bolasidan ham ko'ra qiymati past o'rinda turadi dedilar.